Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bu Qo'qon Zapchast bozoridagi birinchi filialimiz. Nozimjon, qancha bo'ldi bu do'kon ochilganiga? Do'kon tashkil topilganiga. 2 yil bo'ldi. Skuter zapchast ochilgan. Shaxsan o'zing ochganmisan? O'zimiz ochganmiz. Hamma narsalar to'g'riladi olasa. Skuterda qanaqa zapchastlari bor? Hamma yo'g'i bor olasa. Bu tomonda diskalar bor ekan, motorlar. Miyalar, akamator. Asosan elektrmi bu yerda? Elektron zapchastlar hamma narsalar bor. Bunaqa qutilari ham bor ekan. Qutilar necha puldan? Qutilarda 300 ming so'm. Qutilar 300 ming so'm. Ular 150 mingdan. Tepadagilari 100 ming. Bu kichikroq skuterlarga ekanda. Diskalar bor, har xil turli. Rullar ham bor ekan hatto. Rullar necha pul bu kabinanikimi? Motorlar bor. Motorlar qana? Bu yangi chiqqan 16 skuterlar. Hali cho'ntaklargami? Cho'ntak, jaket. Bu necha pul? 600 ming. Orqasida mingligi ham bor ekan. Mingligi necha pul? Minglari bor. 800 ming. Hali dugali skuterlarga katta. Va bu cho'ntak skuter diskasi ekanda bu. LED farlar Yangi LED fara. Atrofi rangli yonar ekan. Bu tomonda qanaqa zapchastlar? Bir boshdan ketaveramiz. Testerlar bor, akamator tekshiradigan. Akkumulyator so'rab bemalol. mashinalarga ham ketaveradimi? Barcha turli akkumulyatorlarga tushiradi. Bu narxlari necha pul? 250 ming so'm. Dan boshlanadi. 250 mingdan 350 minggacha originallari. Tepada zaryadnilar ham bor ekan. Zaryadnilar. Zaryadnilar 80 mingdan 250 ming so'mgacha bor. Hop, yana nimalar bor? Priborlarimiz bor. Akkumulyator tekshirish uchun skuterlar. Priborlar necha pul? Pribor 150 ming. 150 ming. Faralar bor. 80 mingdan. Zatni faralar 50 ming, 40 mingligi bor. Bu hali eski Vipsga cho'ntaklik ekan. Hollatchilar motorlariga. Motorlarga skuterlarga. 15 ming so'mdan donasi. Bu nima mana zangor pachkadagi? Miya tester bu. Bundan 60 ming qo'yamiz. Miya tester. Mana u ham yetkisilar bor. bu nimani yetkisi bu? Tormozlar. Tormozlar. Tormoz yetkisilar. Bu tester bu ya. Tester bu qimmat ishkili bu. 250 mingdan. Mashinalarga ham olishaveradi. Inamarkali. Yo'q, buni yozib qo'ying. Geli yakalmasa hammasi. Leti yon. Faralar bor, 16 skuterlarimizga. Narxlari 150 mingdan. Tablolari bor, 100 mingdan. 100 mingdan. Kalitlar bor mana buni. Dugali skuterlar. Dugali skuterlar. Trosli orqasini ochadigan. 50 ming so'mdan bu. Faralar bor. Bu nima bu? Bu ham shundan. Korobkada bo'ladi. Miyalar bor. Oho, miyalar vobshe ko'p bu. 150 watt, 500 watt har xil. Narxi 150 mingdan 200 ming so'mgacha. Tepadagi qora korobkalarmi bu? Miya bilan 250 watt, 500 watt har xil. Bu veloskuterlarga ham? Skuterlarga, cho'ntak skuter tushiradi. Cho'ntaklarga. Narxi 150 mingdan. Serop ekan. Bu yerda telefon bassa kerak bo'lishli. Allamenli bo'ladi. Narxi 150 mingdan korobkalari aytaydi. Barcha turli skuterlar tushiradi. Benzinli, bayklarga, hammasiga tushirar ekan. Ba'zida ham trisiklar uchun miyalar universal. 600 watt. Zaryadni mana. Zaryadni necha pul? Motorlarga bu. Buni 150 ming so'm. Ba'zi pastdagi motorlar suvlar keyin. Mana shu foydasi bo'ladimi? Ustalashlar ko'rgan foydasi bor. Quvvat pasipaga quyishadi. Bu necha pul? 30 ming so'm. Ba'zi miya ham kam turmiya. 350 dan 450 gacha universal. Narxi 200 ming so'm. 200 ming so'm. Ba'zi kalonkalar bor. Kampli bo'ladi bu. 200 ming so'm. Bu qanaqa sirchi bu? Skormi? Bu kara zapchasi deyiladi. G'izzavodda ishlatiladi asosan. G'izzavodlar uchun. G'izzavodda muraviylari uchun ishlatilar ekan. Bu yerda ledlar har xil 30 talik. 9 talik bor. Narxi 25 mingdan 80 minggacha bor. Tepada bunaqalari ham bor ekan. Xo'p, mana nima bular? Ajoyib narsalar. Gaz komplet 200 ming so'm bu. 200 mingdan ekan. 1,5 watt bilan. Gaz ruchka miyasi bilan. Xo'p, buni qanaqa miya bu? Redline miya bu. Redline skuterlar miyasi. 500 ming so'm narxi. 500 ming so'm ekan. Kalotkalar bor. Kalotkalar ham dugali skuterlarga. Originalni 20 ming so'm bu. Mana bu korobkada nima ochiq turgan? Yangiligi ham o'ynayapti. Qani shuni ko'raylik. Bu qanaqa vazifa bajaradi bu? Bu 860 modeli.
4 kilometr, 5 kilometr ishlaydi. Bu nima vazifa bajaradi? Skuterga qo'yiladi. Skuterga tokda 2 kg qilib 2 kW qilib chiqarib beradi. 2 kilovat qilib bemalol foydalanaveradi. Choy qaynatish ham mumkin, ha? Hamma yo'q. Drill ishlatish mumkin, televizor hattoki kompyuter. bemalol uyga xo'jalikka ishlataverasizlar ekan. Bitta Motorola ham bo'lsa olsalaring, svet o'chib qolganda mana qish kunlarida 8 ming so'm qo'yiladi 2 kW. kilovatli 8. Hozir 3 kW ham bor ishda. Ha, kattalashib ketaveradi, puliga qarab 1 million so'm. 1 million so'm. Bundan ham kattasi bor. Kattasi bor. 4 kW olib kelgan. Oh, Hozir ko'rsatib turadi. butun sexni ko'taradi-ya bu. Uyda bemalol so'radi. Soatiga 4 kilovat. 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Mana bular avtomatlarimiz ham sotuvda. 15 ming so'mdan 25 ming so'mgacha bor ular. Ha, skuterlar uchun mo'ljallangan. Relilar bor. Relilar. 15 mingdan. Tepajilardan 15 ming. Kamirlar bor. Bu tormoz trosmi? Troslar bor. 20 mingdan. 20 ming. Akalar bog'da turibsizlar, bemalol pastda nomer yozib qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Yana nimalar bor? Ba'zi rul komplektlar bor. Vilka komplekt, Motor kabellar. motor kabellar, noshkalar, Ba'zi o'qlar, telefon pastda. telefon podstavka. Ha, mana xullas Puli ko'p. xilma-xil ekan. Telefon qilib og'lanishiradi, nima kerak bo'lsa, rasm Ha. bo'lsa. Buni kalonkami bu? Bluetoothli. Bluetooth ichida bo'ladimi buni? Simini ulansa bo'ldi. Hop, Motorola uchun bitta Migalar. kontrollerlar bor ekan. Hop, arqa stoplar bor ekan. Mana qiziqqanlar uchun. Hop, bularimiz necha puldan buni? Yangi Vipsga shumi, Nozimjon? Shu bir tomonga oqib bor ekan, pоворот yoqsa. Bu necha pul bu? 80 ming qo'yiladi. 80 ming komplekti. Hop, bu akkumulyator benzinlilargami bu? Tank modellarga. Tank modellarga necha puldan bu? 150 ming oladi. 150 ming arzoni bu. Optom bizda kelishaveramiz. Dastavka qilib chiqarib beramiz. Ha. Orchalarga dastavkalar pulli bo'ladi, kelishaveramiz. Xullas, assortimentlar juda ko'paygan. Bu signalmi bular? Bular Malibu Yangi kelibdi bular. O'zini skuter zavodchida kuchliroq chiqadi. Malibu signal deylarkan. Necha pul narxi? 50 ming. Narxi 50 ming. Hop, bu tomonda supportlar bor ekan. Benzinlik, elektronik Supportlar xili bor ekan. Ko'pchilikda bunaqa assortiment yo'q. Bizda barcha turdagi skuterlar uchun zapchastlar bor, xudo xolasa. Hop, bular Motorola montaj kabellari. Bular necha pul? Komplekt. 150 ming arzon narsalar. O'zlarining kabeldan addinni qilaman desalaring qimmatga tushadi mana shu. Bu tayyor mana, o'rab qo'yilgan zashtalari bilan. Hop, faralar bor ekan Motorola'larga. Diskalar bor ekan. Gaz ruchkalar, hamma narsa bor ekan. Rollar, tormoz troslar, montaj kabellar. Hop, JK skuterlar, arqa stoplari, tumankalar Motorola'niki, bakavoylar. Yana nima ko'rsatay? Konditsioner bor mana. Issiq qish kunida. Buni ular nima bu? Qanaqa chexol bu? Skuter hali kojinni chexol keladi yangi. O'shandan bitta, tepada turibdi. Mana yomg'ir sezon keldi. O'ra-o'rasizlar suv o'tkazmaydi. Keyin egar noyob narsa, ularki ko'p skuterlar egari kelmaydi. Mana shundan qo'yib olsalaring, ehtiyot qilasizlar, hali zarar yetmaydi-da skuterlarga, egariga. Noyoblar keladi-da, keyin yirtilib qolgandan keyin topolmay yuradi. Shundan bitta qo'yib olsalaring, issig'ida, yangiligida. Hop, tashqariga chiqamiz. Tashqarida ham gaz ruchkalar, panejni nechi pul Nozimjon? Panejni 60 ming. Panejni 60 ming. Hop. Pоворotlar bor ekan. Har xillaridan pоворotlar. Pоворotlar nechi puldan? 40 mingdan. 40 mingdan ekan. Gaz ruchkalar, Motorola'larga, skuterlarga. Nechi puldan gaz ruchkalar, nechi pul? 40 mingdan bo'ladi. 40 mingdan. Hop, buni JK skuterlarda akkumulyatorda ustida plastmassasi nechi pul? Ular 100 ming so'm. Hop, Motorola, ruchnoy
tormoz. Ikki xili bor ekan. Nech puldan bular? Bu shunlarimiz 50 mingdan 60 minggacha. 50 mingdan 60 minggacha bular. Ko'rib turibsiz. NRX Moto birinchi filial Ostona zapchast bozorida. Hop, bu tomon ham mana tormoz, ruchka, chitkisli hammasi bor ekan. Xohlasa tormoz kalotkalar, joylar, egarlar, hop, paralar, xullas barcha turdagi mahsulotlar bor. Kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Shetda joyimiz. Bu optim savdo qilinadigan joyda, Nozimjon. Optim. Hamkor yangi ish boshlamoqchi bo'lganlarga ham nima qilsa bo'ladimi? Nech pul bilan boshlasa bo'ladi? Mana shu sohaga kirmoqchi bo'lib turgan, tayyor naqd puli bor. Misol Rossiyada ishlab kelib, nima ish qilsam bo'ladi deganlar uchun 5 million bilan boshlab olsa ham bo'laveradi. 5-10 million bilan nasiya beriladimi? Nasiya savdo yo'q, naqd pul asosida. Faqat naqd pulga. Bu aytilgan narxlardan o'tib beriladi. Savdogarlarga tushib beramiz. Savdogarlarga tushib beriladi. Joyida qilasizlar, kelasizlar, o'zlari misol maslahat berib, qaysi narsa yaxshi ketadi, o'zlari mana shu yerda aytishadi. Shu narsalardan olsalaring, xudo xolasa, do'konlaringga mana yurib ketadi, xudo xolasa. Yangi ish boshlamoqchi bo'lganlar. Foydasi yaxshimi? Foydasi bor. Foydasi bor. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, pastda nomer yozib qoldiramiz.